Tasavvur qiling, do'koningizga siz qattiq hurmat qilgan bir katta bir olim, zamoningiz allomasi kirib keldi. Do'koningizga parvon olib ketasiz, a? Mana do'koningizga kirganda unga nisbatan qalbingizda muhabbatni borligini dalili parvoni bo'lib ketasiz. O'tiring shayx, o'tiring, bu choy olib kelasiz, nima xizmat? Pulini olish xayolingizga ham kelmaydi. Erib ketasiz. Nima xizmat qilsa xo'p deysiz, yo'q bo'lsa nariga do'kondan olib kelib berasiz. Olib borib beraman, hazrat, boravering, yetkazib beraman. Bir taqimga duo qilib qo'yasiz deysiz. Demak, siz yaxshi ko'rsangiz, ana shu muqobil tarafni, uni xizmatini qilishlik sizga huzur bo'ladi, sizga rohat bo'ladi. Lillahil masalul a'la. Alloh va rasulini shunday yaxshi ko'radigan bo'lsak, Alloh va rasulini buyurgan ishi, siz bilan bizga aytgan ishini qilishlik bizga nima beradi? Ala la imana liman la mahabbata lah. Ogoh bo'linglar, deyaptilar Rasululloh, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Ogoh bo'linglar.